Bir ömrüde to'g'ri pazibanga ergişenmegen bichara mushavir Chungung zat qanday kishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda bo'lsa 3 podshohlikni yana so'zlab ketdik. Endi biz bugun Chungung to'g'risida to'xtalamiz. Unda bo'lsa, oldingi filmda biz Chungung bilan Savsavninki qochib ketganlik hikoyasini so'zlagan. Chungung zat qanday kishi. Chungungni 3 podshohlikdagi yuqori darajali mushavir desak ortiq ketmaydi. Chunki Chungung kichikida boy oila tug'ilgan, kichikidan boshlab oilasidagilar kitob o'qish, jangnoma bilan tadqiq qilish deganlarda buningga hamdam bo'lgan. Ham bu shu narsalarga qiziqadigan bo'lg'achqa kichikidan boshlab aqlli boshqa o'xshash yoshliklarga qaraganda ishlarni tafakkur qilishi, bartaraf qilish usulimi nihoyatda aqllarcha bo'lib deyish bo'ldi. Kichikidan boshlab shunda o'ziga o'xshash mushavirlar bilan, o'qiganlar bilan har xil ishlarni maslahatlashib, jangnoma bilan tadqiq qilib degandek cho'ng bo'lgan. Buningki aqli shu tadbir tuzish chonlig'imi qilishmaydi. Ya'ni shu yo'q deganlardan o'xshash deyish bo'ldi. Ham Simoyi, Zhugolyang, Pangtung, andan keyin Goja deganlarga yetmasmi, lekin har qanday bir pasibonning oldiga borsa, eng oldin qator tura oladigan shu mushavirlar tizimligida buning ismi chiqdi yoki musha tura oladi degan. Shu buninki bilim qurimiz nihoyat kuchli. Agar bunda aqlli bo'lmagan bo'lsa, savsavni qo'yib bermaydi. Shu vaqtdagi vaziyatni tunib yetanmay qolmaydi. Shuni tunib yetganligi uchun demak savsavni qo'yib etgan demakchi. Agar u savsavni shu yerda qo'yib etmagan bo'lsa, keyingi 3 podshohlikdagi pasibon cho'ng ishlarni qilgan savsavmi albatta mavjud bo'lmaydi. Balkim 3 podshohlikning tarixi boshqacha yozilib qoladi. Ikkinchisi, Chungung mol dunyo qiziqmaydi. Faqat o'zining iqtidorini to'g'ri joriy qildirishni o'ylaydi. Nimishqa bunda deymiz? Savsav Chungungning qo'liga tushgan vaqtda uning hech qanday narsasi yo'q. Amal desa amal yo'q. Qichib ketolmaydi. Ya'ni mushuk tutilgan chashqonga o'xshash. Chungung uni qanday qilib desa shunday qiladi. Ashunda turuqliq nimishqa Chungung nurg'un narsalardan voz kechib turib savsav ergishdi. Demak bu mol dunyoga qiziqib ketmaydi. Bu mol dunyoninki sonini deb bersam hayron qilishingiz mumkin. Shu vaqtdagi savsavninki kallasini ilish uchun Dungjo ajoyib jiq pul qajgan. Ya'ni nimda e'lon chiqargan vaqtda 1000 sar oltin mukofot berma. Eng cho'ng martaba berma. Isilzodlar oilasi degan martaba berma. Avloddan avlodga oilasi butun isilzodlar bo'yicha Manson degan bir nomni bermoqchi bo'ldi. Endi bu nom turib tursin, pulning hisobini yap baqili. Shu 1000 sar oltin deganni biz hisoblab baqadigan bo'lsak, sizlar necha bo'ladi? 7 doyi. Hozirgi vaqtda solishtirgan vaqtda 7 doyi. 7 doyi deganning o'zi 100 necha million degan gap. 100 necha million. 100 necha millionni balkim necha odamninki bir umr topadigan puli deyishki bo'ldi. Ham shu vaqtdagi shu Xamushan degan bir nahiyaninki butun dehqonlari 1 yil ishlasa topa oladigan, hammasini yig'sa chiqadigan pul degan gap. Az pul emas. Shu puldan voz kechdi birinchisi. Ikkinchisi av martabadan voz kechdi. Uchinchisi o'zi nahiyaning hokimi. Uning quldimi huquqi bor. Hozirgi nahiya hokimi o'xshash. Nahiya hokimligidan voz kechdi. Nurg'un mol dunyodan voz kechdi, oilasidagilardan voz kechib turib, demak, savsav ergishib, shu cho'ng ishlarni qilish uchun ma'qul deydi. Uchinchisi bo'lsa, nihoyatda sadoqatman, sodiq. Bu nereden ko'rib olamiz degan vaqtda, shu savsavni qo'yib etib, Dungjoga osiylik qilish, ya'ni Dungjo qarshi chiqishidilla buningki nihoyat sadoqatmanligini bilamiz. Masalan, buningga amalni kim bergan degan vaqtda Xan xonadonligi bergan, podshoh bergan. Shunga bu podshoh sodiq. Savsavninki so'zlayotgan, qilmoqchi bo'lgan ishlari nima desa, dal Xan xonadonligini qutqizish, Xan podshohini qutqizish, Dungjoni yo'qotish deganning o'zi dal sadoqatni ko'rsatadi. Shunga bu sadoqatman odamga nisbatan albatta u sadoqatman bo'lganligi uchun nihoyat hurmatlash tuyg'usi bo'ldi. Shunga hamma narsadan voz kechib, savsavga ergishib, demak, birga cho'ng ishlar qilish uchun ma'qul deydi.
Endi Chungung'ninki dal mushu sadoqatmanligi tufayli keyin Saosaodan ayrilib qolgan ahvolmi chiqadi. Buni biz keyingi filmda so'zlaymiz. Ham to'rtinchisi nima degan vaqtda Chungung nihoyatda joyiladi. Qilaman deganni qiladigan ay shu o'z o'ylagan ishni qilmay qo'ymaydigan odamlarning birisi. Bu ma'noda kichik vaqtidan boshlab o'ziga bo'lgan ishonchi nihoyat kuchli bo'lg'achqa yetilirgan odati deyishga bo'ldi. Bunimi keyingi mazmunlarda biz so'zlash davomida buni tushunib qolsa, bo'lib shu Saosaodan ayrilib ketgan vaqtda ikkisininki qarashi o'xshamaganligi uchun, ikkilisi o'zining prinsipiga ching turganligi uchun, joyil bo'lganligi uchun bular ayrilib ketib qoladi. Demak, Chungung'ninki bu joyilligi endi ba'zi vaqtlarda buning foydali bo'lgan bilan, ba'zi vaqtlarda buning haqiqatan ziyon qiladi. Ya'ni nima desa, Chungung o'lib ketishi. O'lsammi sana ergashmayman degan bir tarsaliq, ya'ni joyillikni ching turib olganligi uchun amal yo'q, buni o'ldirib yetadi. Shuning bilan nihoyatda iqtidorli bir mushavir, nihoyatda cho'ng yordamchi bo'ladigan kishi o'lib ketdi. Endi Chungung Saosaoninki tunji mushaviri. Saosaoninki bundan bir mushavir yo'qdi. Tunji mushaviri ham tunji Saosaoni qutqizgan odam hisoblandi. Shunga bu Chungung'ninki ishizlar qaraydigan bo'lsak, bu hamda shu uch podshohlikdagi xeli noch odamlarningki, ya'ni ismimizdan chiqmagan personajlarningki birisi. Shunga bu personajni men tafsili tushuntirib so'zlash orqali sizlarga bu kishiningki zot qanday xarakterdagi kishi ekanligini tushuntirib qilib qo'ydim demoqchi. Unda qolsa Chungung to'g'riliq shunchalik to'xtalib turlar. Keyingi mazmunlarda yana bu to'g'riliq so'zlab qilishimiz mumkin. Endi keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Saosao nimishqa Lyuboshi shu buvayni o'zininki dadasining yaqin og'aynisini o'ldirib yetadi. Mush to'g'riliq to'xtalamiz. Unda qo'z do'stlar, film yarg'an bo'lsa, yuraklarni jiqroq berib qo'ysanglar, gullarni, alt raqamlarni inkas rayoniga yozib qo'ysanglar, ko'proq tarqatib qo'ysanglar.